Do'stlar, sizlar bilan bo'lganman. O'zimning ko'rgan uyimni qilib chiqaman. Do'stlar, mana men birinchi bo'lib uyni tepasidan boshlayman. Tomaga choy ichadigan joy qilib qo'yganman. Mana hozir chiqamiz. Mana bu yerga gullar, mana bu o'tiradigan joy, mana joy shunaqa. Bu yerga gullar ham bor. Mana polni shunday qilib chiqqanman. Endi biz uyni ichidan, tashqarisidan ko'rsak, mana shunday tepa tomdan ko'rsak, juda ham chiroyli. Keyin uy birdan ungacha bo'lgan bolalarni beri. Mana bu yerlarda bunaqa narsalar bor. Har xil bloklarda chiqqanman. Mana burchaklarni bittasi tilladan, bittasi rang-barang, bittasi olmoslik, bittasi izmirlik. Mana bu yerga olmos aslahalar, sunduq, mana bular. Hali bularni ichirish narsasi o'rganilmoqda. Mana bu yerda joylar. Endi ular juda ham zo'r. Hamma joy bo'lsa bo'ladi, kirsa bo'ladi. Bilaman, tepasida uy bor. Juda ham zo'r uy. Necha soat ketdi buni qurishimga. Mana shunaqa holatga keldi. Tepadan mana shunaqa mana. Mana bu yerda survival qilishga ham zo'r do'stlar. Kerak bo'lsa qilib beraman. Mana aslida bor. Hozir bularni tashlab yuboray. Tashlab yuborganimda endi survival qilaman. Keyin mana survival endi ichiga kiramiz. Mana ko'rasizlar, aslahalarni olamiz. Mana olamiz. Aytib qo'yamiz. Bularni kiyamiz. Juda ham zo'r bo'ldi. Endi bu zombi hamma narsa. Mana 4 ta bittasi bo'lt ushlaydi, bittasi qirqa, bittasi lapatka. Mana bu yerda yotamiz. 4 kishi bo'lib yotsa ham bo'ladi. Juda ham shinam uy. Hamma yetadi joy. Juda ham zo'r uy. Ko'p vaqt ketdi. Mana shuncha katta uy. Videolar ham olaman. Kanalga obuna bo'lib, like bosinglar, mehnatga yarasha. Berni bo'lsa bizlar 4 blok, 5 blok. Mana bu yerdan ko'cha bo'ladi.
4 blok 5 blok qilganmiz. Chunki sababi nima? Biz 5 blok astaqamiz. Mana blokni hisobga olmayapmiz. Bu yerdan ko'rinmaydi u. Mana blokni, mana temir blokni hisobga olmayapmiz. O'sha ham qo'shilsa. Endi bu berni men mana temir qilganman. Chunki yo'lni ko'rinadi, ko'z vaqtini oladi. Agar hamma joyga qilib chiqsam, endi keyin teksturani o'rtasida joylashtirib, bunday bo'ladi. Aytib o'tganimdek, mana eshik hol bering. Keyin o'yim chiroylimi, yo'qmi? Kommentariyada yoz qoldiringlar. Menimcha o'zim uchun juda chiroyli chiqqan. Tepaga ham joyi bu. Ichkarida joy sig'maganligi uchun tashqarida qilaverdim. Nima farqi bor dedim. Keyin chiqardim birinchi marta tomir qilgan paytimda. Bu shunga keldi. Do'stlar, shu joyda videoni tugataman.